Assalomu alaykum tomoshabinlar. Mana 2026-yil 7-fevral holatiga. Harorat yana o'sha 15 gradus yaxshi. Quyosh sallarlar uchib turibdi hali ham. Mana o'rash tartibi. Ikkita ovqati bor. Yaxshi romka, ovqati zo'r. Mart o'rtalariga yetadigan. Mana ikkita chetida ikkita diafragma. Bu kuz mobaynida litokni to'g'risiga joylashtirilgani uchun shu litokka uchib o'rgangan. Hozir bu yoqqa silchitadigan bo'lsak, mana bunga uchmaydida bekik teshikka uchib qoladi. Oldidan uchib turibdi. Shuning uchun matkasi bilan yaxshi ikkita ovqati bor romkani mana bu yerga qo'yamiz. Matka bilan agar o'zida ovqati kam bo'lsa, boshqa uyadan yoki o'zini chetda turgan ovqati bor romkalarni qo'yamiz va tuxum qo'ymagan mana bunday qora, mana buni hozir ko'tarishni imkoni bo'lsa ko'ramiz. Mana bunga bitta ikkita tuxum qo'yibdi, lekin juda qora. Shuni diafragmadan keyin bitta oddiy romka tashlaymiz. Mana bu gubga pastigacha tekkan, yonboshlari ham tekkan. Ikkovi ham pastigacha tekkan, yonboshlarigacha tekkan. Bitta sush romka, undan keyin asallik qora romka arisi bilan turibdi. Mana buni yaqinroq qilamiz. Ikkovini ham. Mana bunda ham ovqatli arisi bor. Hozir mana bu ikkitasi ham xuddi shunday. Mana bittasi. Mana bu sush romka. Ikkita chetda sush romka, diafragma bilan sush romkaning orasida izolyatsion gubka. Mana bu yerda asosiy oilamiz matkasi bilan ikkita zo'r ovqati. Endi buni ustiga mana bunday cho'pcha tashlaymiz. Mana endi ustini yopamiz. Mana bu cho'pcha, mana bu tarafda yurgan arilar tepaga chiqadi. Issiqlik tepada bo'lgani uchun tepaga chiqib, mana bu yerdan harakatlanib asosiy uyaga o'tib ketadi. Va mana bu romkalarni asta keyin olib tashlaymiz. Mana bu ari kuchayib, matka bu tarafga o'tib, tuxum qo'ymaslik uchun qora romkani. Rost mana ikkita romka tuxum qo'yib, bolalari chiqqandan keyin isib ketsa, mana bularni ochib, sekin bitta-bitta ovqatli romka qo'shib ko'paytirib ketamiz. Mana o'rash tartibi shunday. Agar mana bu yerda ari ko'p bo'ladigan bo'lsa, 3 ta, 4 ta, 5 ta romkagacha ketaveradi. Undan keyin gubka, diafragma, keyin gubka, bitta sush romka. Sush romka bilan mana gubkaning orasida ari qolib ketsa o'ladi. Shuning uchun sush romka chetda turgan arisi yo'q sush romkani qo'yamiz. Undan keyin arili romka. Shunda mana o'tib ketadi arilar. Mana endi ustini yopamiz. Yopganimizdan keyin buni ustidan ham mana asosiy uyamiz hozir mana shu yerda turibdi. Buni ustidan ham mana bunday bitta gubkani qo'yamiz. Mana shuni yopamiz. Bo'ldi. Mana orqa teshiklari bari yopiq. Mana oldi teshik ochiq. Hozir buni ham tepalarini mana bu yerlarini toraytiramiz. Mana bu yergacha bekitamiz. Mana bunday bo'ladi. Bekitib bitta ari sig'adigan bo'ladi. Pasti normal. Shunaqa. Rahmat sizlarga.